qishloq xo'jaligi hayvonlari jinsiy organlarining anatomiyasi, fiziologiyasini mukammal bilishingiz suni o'rgantirishning eng birinchi yutuqlaridan biri hisoblanadi. Suni o'rgantirishdan oldin siz fikran urg'ochi hayvonlarning jinsiy a'zolari anatomiyasini tasavvur qilishingiz lozim bo'ladi. Urg'ochi hayvonlarning jinsiy a'zolari ikki qism, tashqi va ichki jinsiy a'zolarga bo'lib o'rganiladi. Tashqi jinsiy a'zolarga jinsiy lablar, klitoris va qin dahlizi kiradi. Ichki jinsiy a'zolarga qin, bachadon, tuxum yo'li va tuxumdonlar mansub bo'ladi. Ichki jinsiy a'zolar yo'g'on ichak ostida va jinsiy a'zolar ostida esa siydik pufak joylashgan. Siydik pufagi kanalining teshigi qinning ostki devoriga tutashgandir. Jinsiy lablar reproduktiv organlarning kirib borishining tashqi yo'lining boshlanishi hisoblanib, quyidagi funksiyalarni bajaradi. Siydik chiqarish, urug'lantirish yo'li va tug'ish yo'lining bir qismi hisoblanadi. Hayvonlar kuyga kelganda jinsiy lablar qisman shishadi, shiliq qavatda namlik oshadi va qizarishlar kuzatiladi. Qin siydik chiqarish kanali va bachadon bo'yinchasi oraliqda joylashgan bo'lib, o'rtacha uzunligi 20 cm va tos qismida joylashgan. Tug'ish vaqtida tug'ish yo'li vazifasini bajaradi. Bachadon 3 qismdan iborat. Bachadon bo'yinchasi, bachadon tanasi va bachadon shoxlaridan tashkil topgan. Yosh urg'ochi tanalarda bachadon shoxlari tos qismida joylashgan. Sigirlarda esa qisman qorin bo'shlig'iga osilgan holatda bo'ladi. Bachadon bo'yinchasi qalin devorli organ bo'lib, uzunligi 8-12 cm. Qin bilan bachadonni tutashtirib turadi. Biriktiruvchi va muskul to'qimalardan tashkil topgan. Bachadon bo'yinchasi atrofi kisachasimon shaklga ega. Bachadon bo'yinchasi 3-4 halqachalar yoki burmalardan tashkil topgan. Bachadon bo'yinchasining asosiy vazifasi bachadonni tashqi muhitdan himoya qilishdir. Assimilyatorlar nozik harakatlar bilan kateterni bachadon bo'yinchasidan o'tkazishi muhim hisoblanadi. Bachadon bo'yinchasi bachadon tanasiga ochiladi. Bachadon tanasi 2-4 cm bo'lib, bachadon bo'yinchasi va bachadon shoxlari o'rtasida joylashgan. Sun'iy urug'lantirish vaqtida urug' bachadon tanasiga to'kiladi.